Hop, jitir ketyapman. Qishloqdagi kichkina rayon ichidan deyapsan, bo'ldi, hozir boraman. Hop, tak telefonni qo'yamiz va men pullarimni olaman. Oyligim olganman barchalarga. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan ila bo'ling, video o'xshabsizlar. Qarshi sotuvchi jitirlar nimadir olib kelganmiz, menga qiziqarli va men uni sotib olishga tayyorman. Kontent uchun bolalar qani ko'raylik nimalar bor ekan, nimalar olib kelibdi. Tok. Qandaysan sotuvchi jitir, yaxshimisan? Yaxshilar, qandaysan, o'zi yaxshimisan? Yaxshimisan? Dada yaxshiman. Xullas, men senga bugun kamera ekranidagi konteynerlarda juda ham zo'r narsalar olib kelganman, faqat ular juda eski. Qulfini buzib ochish kerak. Men ularga kalt yo'q. Zo'rsan sen. Mendan qancha o'sha aytganimdek 28 yumurt qarag, o'sha 28 yumurtning narsa bo'lmasa, dada men uni ichini ochib ko'rganman, bilmayman. Pulni to'lasang ochishim mumkin. Tak, menga lom kerak ekan. Unda lom bor, menda berishim mumkin. Mayli, men pulni ol. Tak, hozir lom beraman. Tak, lom uchun rahmat. Sen ketmaysanmi? Yo'q, bu safar boshman ochishim mumkin ko'raman. Tak, bo'la tayyormisizlar? Qizil rang doimgi birinchi tak. Tak, ona buzildi. Ana endi o'cham muzo. Nima? Olmalar. Men shu olmalarga 3-pul to'ladim. Jitel, shu olma mayli. Menikiga kelib bugun olma ba'zi bola olmalab yurib, bu nima? Rubino. Nima, ilashan rubin topdim-da. Tak, rubin nima o'zi? Qimmatmi? Yo'q, qimmat emas, arzon. Menga bera qol, menga sotib qol. Yo'q, jitel gapirishing bo'yicha juda qimmat narsa o'xshayapti. Yolg'onchi, o'zing bilasan, tok bo'luvchi. Sizlar bilasizlarmi? Shu boyliklar bo'yicha farqli do'stlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsin. Bu qancha turadi u rubinni? Bilmayman qancha turishini. Jitel juda meni aldayapti. Mayli. Lekin menga keldi bu olma bayram oladi. Tak. Xo'p, birinchisi cho'tda pulimga arzirgan narsa bo'lmadi. Keyingisi ochib ko'raman. Qara yana agar men oladigan bo'lsam ko'rasan. Men ochib ko'raman dedim-ku, tak qani ana buzildi. Sabzi rangini ochamiz. Qo'ynida tuxum, men qiziqdi. Buni qo'yib ko'rish kerak. Nima bo'ldi? O'yinni osonlashtirish kerak edi. Voy, hozir boshqatdan qilamiz. Tak, bo'ldi, 1 2 3 qo'yamiz. Tak. Kirab yaxshimisan sen? Stop, bolalar. Bizlarning naqd 98 odam oldindan bo'lmasa kuzatar ekan, bu juda yomon deganini takishda kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan qiziqarli videolar hali oldinda. Yaramas. Yomon ekan, urar ekan bu. Mana shu yerda qayerdadir benzapila bormidi? Tak, mana bor. Olkan, sen hozir benzapilani kuchdan tortib ko'rasan, bu yoqqa yaramas, ke. Ke. Yaramas, kirib yaxshi bo'lsa ekan. Bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Tak, olmalarni qarang, olmalarni yo'li qo'lni ochib ketdim. Lekin shunday olmalaring chirmagan ekan. Tak, nima bor ekan? Bu balatka, bu juda yaxshi. Tak, balkim ertaga emas, indinga emas, undan keyin emas. Xullas, bir kun sayohatga chiqqanmiz zamanda. Xo'sh, yana nima bor ekan? Yana qornim ochdi-ku meni. Uni kech qo'lga olib yeyaveramizmi deyman. Tak, maktab uchun partalar. Wow. Stol bilan, partasi bilan. Bo'la, biz paytimizda unaqa emas. Biz paytda katta parta va stol bo'ladi. Xullas, men pulimga arzigan narsalar bo'lmayapti. Xo'p, keyingisi sariqni ochib ko'ramiz. Xo'sh, tak, qulfini tak buzamiz. Bittursa buzilyapti-ku bu cho'ta. Tak, sariqni ichida o'q mototsikl nima qilyapti? Tak, wow. Mana bu pulimga salpil arzitsa bo'ladi. Yangi ekan. Bu lekin bir stakan chiqmaydi. 32 ta 40 ta zotga olishimiz mumkin. Xo'p, ichida nima bor ekan? Tak. Kakaras bu men kerak. Buni chiroyligini bo'ldi, uyga qo'yib qo'ydik. Xo'p, bo'ldimi? Shumidi faqat boshqa narsa yo'q ekan. Tak, jitel cho'ta sen nito menga nima tiqqanmisan deyman. Xuddi o'zing narsa solib qo'yganda. Men bilmayman deyapman. Mayli, kameradan keyingi rang yashilni buzamiz. Tak, qani. Mana bu boshqa gap, shunday boshlash kerak edi o'zi. Izumurtlar boshlandi o'zi yaxshi. Tak, yana qanday narsalar bor ekan, nima ekan bo'la ko'raylik. Tak, creeper o'yinchoq. Buni olib ketaman o'zimga. Uyimga qo'yib qo'yaman. Tak, bu nima ekan? Zeleniy ship nima bu? Jonivorlar ekan bu. Bu nima ekan bu? Buni qo'rqinchli naga trofey bosh kesa bilan. Bu bosh kesa bo'lar ekan. Bu
Mutanti kallasimi? Yo'q buni ham tak. Mana buni bu normal qilib sotsak bo'ladi. Bu boshqa gap. Tak endi golboy havo rangini bizamiz tak 1 2 3. Tak xo'sh endi ochsam bo'ladi. Lekin qaralekin nimadir chiqsa, men bilmayman tak olmoslar yaxshi. Sekin pulimga plyus bo'lish boshladim. Bu yerda nimadir bor ekan, qanday olmos. Yubkami balla. G'alati ekan. Lekin yaxshi mashincha ham yo'qilyapti bitta o'zi, lekin zo'r ekan, bungacha g'alati ekan. Qanday olmosli qilich, qanday uzun ekan 7 ron olmosning palashi nima? Olmosli bur bo'la buni nimaligini bilasizmi? Mana qarang. Xo'sh, tez qadida hozir tosh qo'shdim qarshingizga. Ko'rasizlar bo'la? Qaranglar. Tak mana qaranglar. Buni ko'rasizlar? Вообще tez qaziydi bo'la olmos kirkidan ham tez qaziydi bo'la. Bu вообще zo'r narsa bu. Bilmasanglar bilib olinglar shuncha. Tak mana bunday tak bizga loy kerak. Bu bizda endi mana bunaqa elektropila bilan mana bunaqa narsa va mana bu qilichni sanab ko'rmadik. Bironta hayvon sanab ko'ramiz qandaydir uzun ekan. Oddiy olmos qilichga aylanma o'xshamiz ekan. Tak bitta ikkita yaxshi, ikkita o'ldirar ekan. Menga go'sht kerak emas. Xo'p, yana ikkitagina bizni konteynerimiz qoldi. Shularni ochishimiz kerak. Menimcha pulimga kuymadim deb o'ylayapman. Tak keyingisini ochamiz. Faqat pulimga uncha mos bo'lmadi. Hozircha yig'ilganlar mana shuni qilyapman. Shu qimmat bo'lsa agar pulimga kuymagan bo'lsa tak qani mana buni yo'qoldik endi tak. Bu sapfir. Buni bu bir tenga qimmat narsa. Tak, benzin gaping ishlamayman. Birinchidan, ikkinchidan buni shu obunachilardan birontasi shunaqa boyliklarga farqiga borsa aytishadi kommentariyada va shularga ishonib sotamiz agar pulga ismot kalishtiramiz bizda. O'zgina pulimga plyus boshladim. Notebook, Wi-Fi va gaming kristal. Notebook bilmayman qanaqa notebook, bu qandaydir lazuritoy kristal. Bo'la buni nimaligini bilasizlarmi? Qandaydir g'alati narsa ekan, olmos o'xshar ekan. Mana buni ham soqqamiz. Tak bizda yana gaming kristal bor. Mana bu notebookni olamizda. Yangi notebook va yangi Wi-Fi. Tak notebook kuchli ekan. Ikkita router chiqyapti. Tak mana bu notebookni qo'yamiz. Bu yoqqa. Bo'la RTX 3060 ekan, yaxshi ekan. Yaxshi emas, zo'r degani. Bu bizda yangi ish joy bor. Qo'lim ochib ketar jonga deydi-a. Degani olmalarim bor ekan, meni olmalarim. Endi xo'sh, oxirgisi agar ritel shunday pulimga plyus olsam ko'rasan. Tak 1 2 3 sira bo'lib patash qilib 1 2 3. Qandaydir bloklar bilan hammasi birdan o'ldirdi. Mashina. Qandaydir test bu xolos boyliklar farqi bo'lmayapman. Lekin qandaydir bronyo, qandaydir narsalar xuddi qo'rqinchli ekan bo'la. Qandaydir shit. What the fuck shit. Qo'rqinchli bronyo ekan bo'la. Qandaydir bir ag'roqniki o'xshaydimi? Xunniy ekan, menga yoqmadi. Mana bu shit ham va qilichi 10 ron ekan. Демонический трезубец 10 ron ekan bu ham. Bo'la 10 ron va qanday mashina Rolls Royce qizil ekan rangi. What the fuck qizil. Bo'la ana endi pulimga plyus bo'lsa bo'ladi. Bo'la buni to'g'risida 5 sakkiz sot orasida. Ana mototsikldan ko'rmoqqidir. Gazni bos. Sekin. Xo'sh, tok opanya. Xo'p bo'la. Manimcha videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Bugun biz Jitildan 7 xil kamera ekranidagi konteyner sotuvga bilan ichidan ochdik va bizni juda ham mana shuncha narsalar chiqdi, bundan ham ko'p va biz pulimizni kuydikmi, kuymaydikmi buni kommentariyga yozib qoldiringlar. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha bosib qo'yinglar. Iliya bo'ldi, keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr do'stlar. Va sizlar sotuvchi Jitil bo'ladi. Hammaga xayr do'stlar. Iliyalarga zo'r narsalar bor ekan. Da bo'ladi, menga yoqdi.